fabrikada ishlab chiqarilgan top 5 yotoqxona mebellari. Praga. Bu yangi mebelimizga patishpon mahsulotidan ishlatilgan, kravat yollariga porlon mato qoplangan, kravat tagi ochiladi. Genova modelimiz yengil nardigri rangda ishlangan bo'lib, 9 ta predmetdan iborat, 100% MDF fasadlari krashinga qilingan. Lincoln nomli yangi modelimiz germanskiy high-tech mexanizmda qilingan bo'lib, kravati kaput mexanizmli. Aura neoklassika modelimiz 8 ta predmetdan iborat, 100% MDF krashinli bo'ladi. Bolalar uchun yangi yotoqxona modeli Aura 100% MDF krashinli qilingan. Bu to'plamimiz ichiga kravat, tumba, shkaf, turma va parta kiradi. Narxini bilish uchun o'zingizga yoqqan modellar nomini kommentariyga yozib qoldiring.